Masalan, siz farzandingizni zo'r oshpaz bo'lishini xohlasangiz, siz farzandingizga masalliqlarni nobud qilishga imkon berishingiz kerak. Takrorlayman. Agar farzandingiz zo'r oshpaz bo'lishini xohlasangiz, farzandingiz masalliqlarni, ya'ni guruch, sabzi, ziravor, go'sht va hokazolarni nobud qilishga ichkaridan rozi bo'lib olib berishingiz kerak masalliqlarni. To'g'ri aytyapman? Agar siz ishxonada zo'r kadrlarni yetishtirishni xohlasangiz va ularni qo'li bilan biznesingizni tizimga solib boshqarishni xohlasangiz, tushunishingiz kerak bo'lgan narsa shuki, ishchilardan zo'r kadrlarni yetishtirish uchun siz rozi bo'lishingiz kerak qanchadir xatoliklar qilishga. Masalan, savdoga qo'yapsiz. Siz bilishingiz kerakki, u savdo jarayonida nimadirlarni xato qiladi. O'zim savdo qilaman desangiz, ta'minotga qo'ysangiz nimadirni xato qiladi. Nima xato qiladi desangiz, ta'minotga qimmat oladi, uchinchi qo'ldan oladi, sirazu naqdga oladi. Sifatsiz variantini oladi. Birinchi qilgan xatosidan urib qo'liga tortib o'zingiz qiladigan bo'lsangiz bo'ldi. Hamma ish o'zida qolib ketaveradi. Rozi bo'lish kerak, qaysi bir joyda xato qildi. 3 bahoga ko'namiz. Bu yerda bitta nozik joyi bor. Xatolar ikki xil bo'ladi. O'stiradigan xatolar bor, o'ldiradigan xatolar bor. Nima degani o'stiradigan xato, o'ldiradigan? Farzandingizni oshpaz bo'lishini xohlaysiz, unga yarim kilo guruch, shunga qarab osh pishirishga imkon berdingizda, shu joyda bu xato qilib qo'ysa, qanaqa xato bo'ladi? Savol. O'ldiruvchimi, o'stiruvchimi? O'stiruvchi. Молодец, nobud qildingmi? Молодец. Birinchisi shovla bo'ldi. Zo'r. Chunki oldin hech kim shovla ham qilmagan. Keyingisi oshga yaqin nimadir bo'ladi. Keyingisi tochni osh bo'ladi. O'sha uchun 3 + 5 formulasi agar singdirsangiz miyangizga, ishchingiz bajarayotgan paytda 3 ga bajarsa 5 deb qabul qiling. Maqtang uni ishini. Keyingi safar undan yaxshiroq qilishga feedback bering. Mana bu yerda молодец, zo'r qilibsan. Mana bu ishingga men 5 deyman, 305 deb aytasiz. Qara, faqat mana bu joyni keyingi safar sal mana qilasan degan ma'noda unga feedback beramizki, u ishini keyingi safar xursandchilik bilan, javobgarlikni olganligidan xursand bo'lib, keyingi ishini yanada yaxshi qilsin. Shu tariqa ishchilar bilan ishlaymiz.